Salom. Bugun mani normativim vazifasi bu Django loyihasini ishga tushirish va saytdan "Xush kelibsiz" degan yozuv chiqishi kerak ekan. Buning uchun biz birinchi bo'lib VNF muhitiga ulanib olamiz, chunki VNF muhitiga ulanmagan. VNF scripts activate deb ulanib olishinglar mumkin va deactivate deb chiqib ketishinglar mumkin. Pip install Django deb Django'ni virtual muhitga yuklab olamiz. Successfully chiqdi. Successfully degani sizni kompyuteringizda уже Django bor. No, yuklandi degani. Hozirgina yuklandi. Ikki xil usul bor proyektda yaratishi. Proyektda app'larni yaratishi. Bu birinchi yo'li admin bo'lib yaratish mumkin. Ikkinchisi admin emas deylik. Admin emas bo'lib yaratish mumkin. Ammo admin bo'lib yarataman hozir. Django admin start project. Config degan proyektni yaratmoqchiman. Config degan proyektimizni mana yaraldi va URL'si ichiga bugunchalik URL'si ichiga funksiya yozib turamiz. Chunki URL'si ichiga emas, alohida app yaratib turib qilish u boshqa normativ degan. Bizaga mana bu admin deb yozilganda nimaga o'chirib tashladim? Bu yozilgan narsa bilan sizlar saytinglarga murojaat qilishinglar mumkin. Agar mana bu yerda условие turibdi. Agar admin bo'lib murojaat qilsa, unda admin site URLs degan joyga o'tvorgin deyapti. Bizaga admin site URLs kerak emas, umuman hozircha kerak emas. Shu yerga funksiya yozamiz. Index deb nomladim o'zimni funksiyamni va request deb. Endi funksiyamizning ichiga return HTTP response qaytaramiz. Mana import bo'lib o'zi kelib oldi. Django HTTPdan HTTP response kelib oldi. Bizaga HTTP response ichiga yozgan сообщениялаrimizdan deylik, o'shalarni bizaga yo'naltirish uchun kerak bo'ladi. Prямо yo'naltirib yuboradi. Hech qanaqa boshqa URLslar qo'shib o'tirishinglarga to'g'ri kelmaydi. Bizaga xush kelibsiz bo'lib chiqib kelishi kerak. Xush kelibsiz deb yozamiz. Va endi bizaga mana shu funksiyamizni qaytarish uchun, funksiyamizni bizaga chiqarib berish uchun, ishlab berish uchun, xush kelibsiz bo'lib chiqishi uchun indeksimizni pamitga yozib olamiz. Mana sraz indeksi chaqirdim, chunki bu funksiya boshqa appda, boshqa app viewda joylashmagan bo'lgani uchun men srazi indeksi o'zini chaqirib oldim. Endi buni qanaqa qilib ishlatamiz? Buni ishlatish uchun biz Python managepy run server deb yozsak, mana chiqib keldi. Xush kelibsiz yozuvi bilan. Mana hali tushuntirgandim-ku. Bu yerda hozir hech nima bo'lib murojaat qilingan deganim uchun shunaqa bo'lib chiqib keldi. Agar misol uchun salom bo'lib
murojaat qilishni so'raganimda oxirida backslashdan chiqsa, unda buni ham xatoga oladi. O'shanga esdan chiqarmaslik kerak. Mana endi hozir обновить qilsam, endi xato chiqadi. Chunki bo'sh bo'lib prosta hech nima bilan kirganimni so'ramadimda, man salom bilan kirsam shu xush kelibsiz bo'lib chiqsin. Mana page not found bo'lib chiqdi. Bizaga haligi xush kelibsiz chiqishi uchun endi salom deb yozamiz, chunki salom deb murojaat qilmoqchi edik. Salom dan xush kelibsizda ichiga kirib qoldi. Что мы имеем? Biza birinchi bo'lib Django'ni yuklab oldik. Virtual muhitga Django'ni yuklab oldik. Keyin proyekt yaratdik. Proyektni URLs payiga funksiya yozdik. Bizani funksiyamizni HTTP responsda xush kelibsizni qaytarishi kerak edi. Va biza pass degan joyida indeksi qanaqa so'rov bilan va nimani qaytarishini yozib oldik va run server qildik. Ctrl+S qilganingizda shu run serverdan chiqib ketadi va sizlar bunda yozishni davom etganingizda hech qanaqa xatolik chiqmaydi. Oddiy chiqishini ko'rsatib bermasam ham bo'ladi, menimcha.